Ma'qulmi? Kechki payt uyga kirib yoki kunduzi kirib, assalomu alaykum va rahmatulloh dedingizmi, demadingizmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb kirsangiz, uyingizga baraka keladi. Sizdan bir tiyin ham ketmaydi. Oyoq kiyimizni kiyayotganda o'ng oyoq bilan kiydingizmi, bismillah dedingizmi? Bilasizmi, haligi kichkina bolangizga ovqatni yeyishdan avval bismillah deb aytishni o'rgatib qo'ysangiz, u ozgina narsani biladi-da, u bolacha 5 ga kirgan, 6 ga kirgan, u amal qiladi. Sizni esingizdan chiqib qolsa, dada bismillah demaysizmi deydi. Shuning uchun birodarlar, mashina minish bo'lsin, mashinaga o'tirish bo'lsin, zavat qilish bo'lsin, ovqat qilish bo'lsin, qo'yingki, hayotda qilayotgan muboh ishlarimizni hammasini avvalida bismillah deyish esdan chiqmasligi kerak. Oilamizda saodatli bo'lishni xohlaymizmi? Xohlaymiz. Tijoratimizda rivojni xohlaymizmi?